tinchmisan, charchamaysan. Mahalladan do'kon ochib, vaqti zo'r Ha, qilding. uy yarimni yotuvdi ordi. Gap yo'q, bolalar ham nari mahallaga o'tib yurmaydi. Yo'qqa chiqirasanlar bemalol. Topber prani pichinilarni yaxshidan jalla kelgan. O'rta yozib qo'yarsan, ha? Bo'ldi, gap ketasan. Mana shirlilarni jalla Ol, bemalol. Kattaga. Bugundanmi? Bo'shadim, jonga tegib ketdi. Yana uyda o'tirasanmi? Bekorchiman-ku, salonda o'tiraman. Aka, pros qarz ko'payib ketyapti. Bar sabar unaqa qilmaydi. Oylikdan oylik yetkazish o'zi bo'lmayapti. Ko'rasan, sharoitda. Bola chaqaga olib kirib yedirmasa, uy ham bo'lmaydi-da. Oyligim tushim bilan tashlab ketaman. Hop. Esdashmasin, aka. Ahmad akam, charchama. Ikkinchi xotinga shunday uradimi, o'rtoq? Uni xotini bilganini qilsin. Endi bunchalik urish kerak emas-da. Topir akam uylarda ishlaymiz. Ishdan kelganlar tashlab ketadilar. O'tgan hafta qazan bermadilar hali aka. O'sar ketasiz. Yozib qo'yapsiz. Hop. Menga qarasa oldin ishlab tursam bo'lmaydimi? Bor uyingga chiqdim, bor. Zerikang chaqirib turga chiqib turaman. Ha, hop. Adam pulini tashlab ketadi. Ha, hop. Kechqurun xo'jayini tashlab ketadilar. Bo'ldi kerak. Pullarni adam tashlab ketadi. Ber, adem bilan birga chiqasan. Hop, bor. Ha, yopdingmi? Qo'lni yopdim. Nimaga? Mahallada do'kon ochish bo'lmasa ekan. Bo'lmasam berma ishlataman, bekorchiman. Ulan bor, ketgan uyingga bor. Nafitga papitga olib ber,